Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, mavzuga doir savol bor edi. Ertalab tursam, qo'shni bolam o'tib qolgan ekan. Salom alik edi. O'shanga ishga ketishdan oldin chiqib ta'ziya bildirdimda, yaqinlariga bitta tilovat qilib Fotiha qilgandim. Shunda bir yosh keksa odam o'rnidan turib dag'dag'a qilib ketdi. Nimaga tilovat qilasan? O'lik hali yuvilmagan o'likka tilovat qilib bo'lmaydi, unga bag'ishlab bo'lmaydi. Sen unga ozor berding degan ma'noda rosa janjal ko'tardi. Xijolat bo'lib qoldim. Men insongarchilik nuqtai nazaridan endi ishga bormasam bo'lmaydi. Ishga borish oldi bir ta'ziya bildirib, bir tilovat qilgandim. Shu qanchalik to'g'ri? Shaharda shunaqa narsa bor ekan. Inson vafot etgandan keyin mayit yuvilib toki janoza o'qilmagunigacha unga qiroat qilinmaydi, unga duo qilib bag'ishlanmaydi. Janoza o'sha duo. Janoza o'lik uchun, demak, o'lgandan keyingi eshik ochildi degan gap bo'ladi. Shuning uchun janozagacha qiroat qilinsa ham, istig'for aytilsa ham, tahlil aytilsa ham bag'ishlanmasdan turiladi. Qiroat qilishingiz mumkin, lekin bag'ishlamaysiz. Tahlil aytib savobini yig'ib turishingiz mumkin. Istig'for aytib, masalan, vafot etibdi inson, to janozagacha 10 minut istig'for aytib qo'yaylik, keyin bag'ishlab qo'yamiz. 10 minut istig'for aytib qo'ysangiz bo'laveradi. Lekin bag'ishlamasdan turasiz. Nimaga? Chunki hali unga janoza o'qilgan yo'q. G'usl qildirilib janoza o'qilgandan keyin endi bu eshik ochildi. Ana endi uni ruhiga bag'ishlasang bo'laveradi degan hukm o'shandan keyin bo'ladi. Shuning uchun xalqimizda o'sha vafot etib qolsa, to janoza o'qilmagungacha borsak, masalan, ko'rgansizlar odatda ham, borsa, shunda borda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb qo'ya qolinadi. Tilovat qilinmaydi, boshqa qilinmaydi. Dafn qilib kelingandan keyin tilovat qilish boshlanadi. Demak, o'sha janozadan keyin bo'lish kerak. Endi sizga o'sha kimdir shunaqa xato qilib qo'ysa, u qiyomat emas u. U vahima, janjal, to'polon qiladigan narsa emas. U johillikda tushuntirish kerak. Unaqa shu yerda xato bo'lib qoldi, birodar. Janozadan keyin bag'ishlanadi desa bo'ldi, tamom. Shuni to'polon qilib, janjal qilib, vahima qilib yo'qqa yirtish kerakmi endi? Harom ishni qilgan yo'q, masalan. Harom ish emas u. Nari borsa bir tarki odob bo'lyapti, tarki mustahab ish bo'lyapti. Uning uchun yo'qqa yirtishni umuman shart emas. To'g'rilik bilan tushuntirib qo'yilsa, olam guliston.